Eron va O'zbekiston terma jamoalari o'yini boshlanishi arafasidamiz. Jamoalar tarkiblar bilan tanishib oldingiz. Qaror qildi. Bunday vaziyatda to'pni ushlab olaman deyish to'g'ri qaror bo'lmasa kerak. Haqiqatan ham Dejaga hujum davom etyapti. Zarba va to'p darvoza to'rida. Andranik Teymuryan to'pni sherigiga uzatayotganda o'yindan tashqari holat qayd etildi. Mezbonlar yordamchi hakamga e'tiroz bildirishyapti. Bu Muhammad Al-Jalaf Al-Mexayri. Hisob 0-0 ligicha turibdi. Tomosha qilamiz. Bu yerda o'yindan tashqari holat hali yo'q. Mana bu yerda ham hali hammasi risoladagidek, lekin mana bu joyda Ignatiy Nesterovning bevosita oldida turib olgan futbolchi darvozabonning e'tiborini jalb qilib, unga xalaqit qildi deb hisoblagan yon chiziqdagi yordamchi hakam bayroqchasini ko'tardi. Ali Hamad Al-Badvavi hushtak chalib, o'yindan tashqari holatni qayd etdi va mezbonlar darvozaga kiritgan to'p gol sifatida inobatga olinmadi. Dejaga to'p tepganda mana shu Teymuryan kelib, hech narsa bo'lgani yo'q, xotirjam harakat qilish kerak degan edi. Ana endi o'zining g'azabi chiqishini ko'ring. Azbek Haydarov 4-hakamga voqea qanday rivojlanganini tushuntirishga urinayapti. To'p uchun kurash, yiqilgan ikki futbolchi muvozanatni saqlashga uringan holat. Yana tomosha qilamiz. Eronlik futbolchining oyog'iga sherigi bosib o'tib ketgan ekan. Turayotgan futbolchi yana cho'zilib yotib olishga intilganini ko'rdik. O'yin davom etadi. Al-Badvavi vaziyatni to'g'ri baholadi. Ikkinchi taymning 26-daqiqasi, o'yinning 71-daqiqasi o'tib boryapti. Hozir mezbonlardan biri belgilangan masofaga surilgani yo'q, baribir. Server Jeparov to'p tepayapti. Darvoza yaqiniga to'p uzatildi. Xavfli vaziyat, zarba, gol! Va nihoyat, qadrli tomoshabinlar, uchrashuvning 71-daqiqasida Ulug'bek Baqoyev Eron terma jamoasi darvozasiga to'p kiritdi. Ulug'bek Baqoyev qachon gol uradi deb juda ko'p kutgan edik. Keling ochig'ini tan olaylik. Mana bu yerda himoyachilar Ulug'bekka yetarli e'tibor berishmadi va buning uchun terma jamoamiz hujumchisi mezbonlarni jazoladi. Chiroyli gol, ishonchli gol, haqiqiy gol. O'yindan tashqari holat haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana stadionda yordamchi hakam buni ko'rsatdi va ekranlaringizda bu haqdagi ma'lumotga siz ham ega bo'ldingiz. To'p maydon tashqarisiga. Ana xolos. Mezbonlardan chiqib ketdi deb himoyachimiz ham darvozabonimiz ham to'xtab qolishdi. Yordamchi hakam maydon egalari burchakdan to'p tepadi deb ko'rsatdi. Nima bo'lganda ham bu yog'iga yana 3 daqiqa chidash kerak. Lekin bu safar ham o'yindan tashqari holat bor. Eronliklar sevinishga shoshilishmasin, siz esa xavotirga tushmang. Qadrli tomoshabinlar, Ozodiy stadionidagi muhitni siz ham hozir uyda o'tirib O'zbekistonning turli shahar va qishloqlarida juda yaxshi his qilib turibsiz.
mana shu g'alaba nechog'lik qadrli ekanligini balki bugun hali to'la tushunib yetmasmiz. Ammo yanagi yili Braziliyaga yo'llanmani qo'lga kiritganda o'sha eshik balki ozodiyda ochilgandir dermiz. Geynrix jarima maydonida zarba. Top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Hozir Geynrix haqida. Zarba bersa va darvozani ishg'ol qilsa bo'ladigan vaziyatda edi. Shuning uchun to'pni orqaga sherigiga qaytaraman deyish noto'g'ri bo'lardi. Yana 2 daqiqa. Yana 2 daqiqa. Qadrli tomoshabinlar, eslatib o'taman, 71-daqiqada terma jamoamiz hujumi jarima zarbasini Server Jeparov tepgan va Ulug'bek Baqoyev darvozani ishg'ol qilgan edi. Endi esa O'zbekiston terma jamoasi raqib jarima maydoni sari to'pni yo'lladi. Darvozabon Mahdi Rahmatiy, qarang, tomosha qiling. Shoshganidan nima qilishni bilmay to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Futbolchilarimiz yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritishadi. Albatta shoshilishmaydi. Nima, eronliklar shoshilarmidi? Inomov, Geynrix, Haydarov, Geynrix, Inomov. O'yindan tashqari holat qayd etildi. Mayli, bu ham yomon emas, chunki o'yin to'xtatildi. Mezbonlar to'pni mana shu joyga olib kelishsin, keyin tepishsin. Ofsayd bor ekan. Ignatiy Nesterov to'pni egallab oldi. Eronlik futbolchi himoyachimizni turtib o'tib ketdi. Va Nesterov hozir to'pni kuchli zarb bilan oldinga yo'lladi. Ignatiy Nesterov tepgan to'p uchun kurashda Geynrix qo'pollik ishlatdi deb hisoblagan hakam jarima zarbasi belgiladi va eronliklar balki so'nggi hujumga o'tishayotgandir. Mana bu yerda futbolchilarimiz bir-birlarini tushunishmadi. Va Eron mag'lubiyatdan qutulib qolish uchun juda qulay imkoniyatga ega bo'lgan edi. Zarba noaniq chiqdi. Qadrli tomoshabinlar, hakam qo'shib bergan 4 daqiqa o'tib bo'ldi. Qarang, mana Shorahmedov to'xtab qoldi. Nesterov to'p tepayotganda unga nisbatan raqib futbolchisi qo'pollik ishlatdi. Qaytgan to'pni zarb bilan tepishganda yana Nesterovning o'zi darvozaga kirishiga yo'l qo'ymadi. Ashkan Dejaga Nesterovga nisbatan qo'pollik ishlatgan edi, lekin futbolchilarimiz to'pni yana maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Muhtaram tomoshabinlar, g'alaba muborak! Azizbek Haydarov Birlashgan Arab Amirliklarida o'ynaydi. Ala Hamad Al-Badvaviy Birlashgan Arab Amirliklaridan kelgan edi. Yurtdoshlar bir-biriga o'yin yakunlanganida minnatdorchilik bildirsa nima qilibdi? Eslatib o'taman, 71-daqiqada Ulug'bek Baqoyev kiritgan gol O'zbekiston terma jamoasiga o'ta muhim g'alabani olib keldi. Qadrli tomoshabinlar, O'zbekiston terma jamoasi so'nggi saralash bosqichini juda yomon boshlagan deb aytganimiz, avval yutqazgan, keyin durang o'ynagan O'zbekiston endi navbatdagi g'alabadan keyin Qatar maydonida g'alaba, Eronda g'alaba, ochkolarini 8 taga yetkazib oldi va A guruhida birinchi pog'onada O'zbekiston terma jamoasi turibdi. Mirjalol Qosimovni, uning yordamchilarini, terma jamoamizning barcha mutaxassislari va futbolchilarini, barcha ishqibozlarni mana shu orziqib kutilgan g'alaba bilan samimiy muborakbod etishga ijozat berasiz. Yana bir noxush an'anaga chek qo'yildi. 2012-yili biz Osiyo chempioni Yaponiyani ilk marta mag'lubiyatga uchratgandik. Endi Eron ustidan qozonilgan g'alabamiz ham bor. O'zbekiston birinchi o'rinda. Endi uydagi uchrashuvlarda g'alaba qozonsak, biz Braziliyaga boramiz. Barchamizga mana shunday xush kayfiyatlarda bir-birimizni tabriklash nasib etaversin. Mana shu joyda reportajimizga yakun yasash vaqti kelganini ko'rsatishyapti.
Xizmatingizda rejissyor Nodir Rahmatov, sharhlovchi Mirzahakim To'xtamirzayev bo'lishdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana Oynai jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Xudo baxsh. اینو میگیری من بقیه رو.